Zo'r TV telekanali katta jamoa bilan ishlamoqda bugungi uchrashuvda. Bu translyatsiya boshqa translyatsiyalardan nimasi bilan farq qiladi? O'zi umuman o'sha O'zbekiston milliy terma jamoasida ham sensatsiya bo'lgani kabi Zo'r TVda ham shunday, chunki boisi mana shunday jahon chempionati saralash musobaqalarini translyatsiyasida ilk bor Zo'r TV telekanali texnikalari va texnik guruhi ishlayapti va bir nechta jahon chempionatlarini translyatsiya qilgan o'sha PTS mashinasi o'zi Zo'r TV telekanalidan tomonidan sotib olingan va aynan o'sha texnikalar bugun ishlayapti va 15 dan ortiq 18 ga yaqin o'sha zamonaviy translyatsiya uslubida bugungi uchrashuv namoyish etiladi. Albatta Zo'r TV telekanalida va Xayrulla Hamidov, Hasan Turdaliyev sharhida tomosha qilishlari mumkin. Ana translyatsiyalar tarixidagi rekord desa ham bo'ladi, bu kameralar soni bo'yicha bu rekord va ko'p narsa bugun maydonda rekord haqiqatdan. Rahmat aka.